Livikda shuncha yil bilan oxirida top 1 uchun to'rga bir qolib ketdi. Mana sizlar oddiy o'yinchi deb o'ylayapsizlarmi? No, prosta videoni boshidan boshlayman. Gapni qisqa qilib boshlayman. Men o'zimni iPhone telefonimga cheat o'rnatdim. Xullas, cheat ishlashini o'zingizlar bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. No mayli, arujasi yo'q odamga teginmaymiz. Xullas, o'zingizlar cheatni juda ham kuchliligini ko'rdinglar. Bu cheat qayerdan yuklab olaman desanglar, Instagram kanalimizga obuna bo'lgan holatda Telegram kanaliga o'tsanglar, hamma ma'lumotlar Telegramda. Muhimi tekin cheat, tekin. No, videoni boshidagi to'rga bir qolib ketgan vaziyatni ko'ramiz. Ularning ikkita sherigiga men nok berib bo'lgandim. Va oxirgi ikkita sherigini oddiygina easy cheat bilan o'ldirib yubordim. Xullas, ishqilib hamma ma'lumotlar Telegram kanalida, hammalar Telegram kanalimda kutib qolaman.